O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga asosan Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri va barcha viloyatlarda Prezident archasi tadbirlari hamda Yangi yil bayramini yuqori saviyada o'tkazilishi belgilanib, joriy yilning 20-dekabr kunidan boshlab respublika hududlarida bayram tadbirlari o'tkazilib kelinmoqda. Xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha 20 ming nafarga yaqin huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari jalb etilgan. Asosiy bayram tadbirlari respublikamizning 250 dan ortiq obyektlarida o'tkaziladi va aynan Prezident archasi tadbirlari 24-dekabrdan 27-dekabrga qadar hamda 29-dekabr kunlarida o'tkazilishi belgilangan. Tadbirlarda taxminan 1,5 million nafar fuqarolar ishtirok etishi kutilmoqda. Bayram tadbirlarini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish va tashkil etish bo'yicha Ichki ishlar vazirligining monitoring va muvofiqlashtirish markazida tashkil etilgan idoralararo tezkor shtab va ishchi guruhlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ular tomonidan respublikamizdagi Yangi yil archalari hududini, yo'l patrul xizmati maskanlarini, jamoat tartibini saqlash xizmatining maxsus muassasalarini, huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmatining muassasalarini hamda asosiy chorraha va jamoat joylari nuqtalari onlayn kuzatilib, nazorat qilinmoqda. Tadbirlar o'tkaziladigan obyektlar atrofiga intellektual video kameralar o'rnatilib, monitoring markazlariga integratsiya qilingan. Ular orqali vaziyatni onlayn monitoring qilish, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning kuch va vositalarini o'zaro hamkorlikda harakatlantirish tartibi, qidiruvda bo'lgan shaxslar hamda transport vositalarini aniqlash va ushlashdagi mexanizmlari yo'lga qo'yilgan. Tadbirlar o'tkaziladigan joylarda adashib qolgan yosh bolalarni vaqtincha saqlash uchun xonalar tashkil etilib, yaqinlari kelguniga qadar bolalarga inspektor psixolog xodimlari biriktiriladi. Bayram tadbirlari o'tkaziladigan joylarda harakat xavfsizligini ta'minlashga 2000 nafarga yaqin yo'l patrul xizmati xodimlari jalb etilgan. Tadbir o'tkaziladigan obyektlarga olib keluvchi ayrim ko'chalarda transport vositalarining harakati vaqtinchalik cheklanib, aylanma yo'llar tashkil etilgan va tadbir joylaridan 150 metr uzoqlikda 300 dan ortiq avtoturargohlar tashkil etilib, evakuatsiya yo'llarining to'sib qo'yilishiga va transport vositalarining tartibsiz qoldirib ketilishiga yo'l qo'yilmaydi. Aziz yurtdoshlar va respublikamiz mehmonlari, bayram kunlari barcha xavfsizlik choralariga yanada e'tiborli bo'lib, rioya qilishingizni va xavfsizlikni ta'minlayotgan ichki ishlar organlari xodimlarining talablariga qat'iy amal qilishingizni so'rab qolamiz.